Keyinchalik u Amerika tarixidagi eng dahshatli jinoyatchilardan biri sifatida taniladi. 86-87-yillar oralig'ida u Filadelfiyada 6 nafar ayolni o'g'irlab ketadi. Ularni o'z uyining podvalida, o'zi qazigan chuqur ichida ushlab turgan. Ikki ayol bu yerdan tirik chiqa olmagan. Eng dahshatlisi bu hammasi oddiy uy ichida sodir bo'lgan. Tashqaridan qaraganda hech narsa shubhali emas edi. Oddiy mahalla, oddiy uy, shovqin yo'q. Qo'shnilar esa ichkarida nima bo'layotganini tasavvur ham qilmagan. Ammo uy ichida hammasi Heydrik nazoratida edi. Uning hayotida bu jinoyatlardan oldin ham ko'plab ogohlantiruvchi belgilar bo'lgan. U Ogayyo shtatida ulg'aygan, oilaviy muhit og'ir bo'lgan, otasi juda qattiqqo'l va bolaligidan bosim va kamsitishlar bilan ulg'aygan. Maktabda u ko'pchilikdan ajralib turardi. Odamlar bilan yaqin muloqot qilmasdi, ko'ziga tirik qarashdan qochardi. Lekin aqli juda ham kuchli edi. Uning IQ darajasi 148 deb baholangan. 17 yoshida u AQSh armiyasiga qo'shiladi, tibbiyot yo'nalishida tayyorgarlik ko'radi. Dastlab yaxshi natija ko'rsatadi, ammo ko'p o'tmay uning ruhiy holatida jiddiy muammolar boshlanadi. Unga shaxsiyat buzilishi tashxisi qo'yiladi va armiyadan bo'shatiladi. Keyinchalik u litsenziyali medbrat sifatida ishlaydi, lekin hayoti barqaror bo'lmaydi. Ishlarini yo'qotadi, odamlardan uzoqlashadi va bir necha bor ruhiy shifoxonada davolanadi. Onasi o'z joniga qasd qiladi, ukasi ham ruhiy muammolardan aziyat chekadi. Keyin Heydrik o'z cherkovini tashkil qiladi, investitsiya bilan shug'ullanadi. 80-yillarning o'rtalariga kelib, uning hisobida $500,000 ortiq mablag' bo'lgan. Tashqaridan qaraganda u aqlli, pul topa oladigan va normal hayot kechirayotgan odamga o'xshardi. Ammo bu obraz ortida zo'ravonlik allaqachon boshlangan edi. U ijarachisiga qarata o'q uzgan, ruhiy nuqson bo'lgan ayolni o'g'irlab, podvalda ushlab turgan. U hibsga olingan, sudlangan, lekin keyinchalik nazorat ostida yana ozodlikka qo'yib yuborilgan. Va aynan shundan keyin hammasi yanada og'irlashadi. Rafiqasi uni tashlab ketadi va u Heydrikni zo'ravonlik va tahdidlarda ayblaydi. Oradan ko'p vaqt o'tmay uning eng dahshatli jinoyatlari boshlanadi. 86-yilning 25-noyabri birinchi jabrlanuvchi 25 yoshli Jozefina Rivera. U Heydrikning uyiga olib kelinadi, podvalga tushiriladi, chuqur ichiga joylashtiriladi. Zanjirlar, qorong'ilik, chiqish yo'li yo'q. Keyin yana boshqa ayollar yo'qola boshlaydi. Bir xil uslub, bir xil nazorat, bir xil qo'rquv. 87-yil boshlariga kelib podvalda 6 ta ayol ushlab turilgan edi. Ularning yagona maqsadi tirik qolish edi. Geri Heydrik ayollarni faqat yashirib qo'ymagan, u ularni ruhiy jihatdan sindirishga uringan. Qo'rquv, ochlik, jazo va manipulyatsiya orqali ularni ustidan to'liq nazorat o'rnatgan. U kim qachon ovqat yeyishini, kim gapirishini, kim jim turishini va kim qanday harakat qilishini o'zi belgilagan. Vaqt o'tgan sari podvaldagi sharoit yanada og'irlashadi. Jabrlanuvchilardan biri 24 yoshli Sandra Lindsay og'ir ahvolga tushadi. Zo'ravonlik, kasallik va yordam ko'rsatilmagani sababli u hayotdan ko'z yumadi. Uning jasadi yashiriladi. Oradan ko'p vaqt o'tmay qo'shnilar g'alati hidni sezishadi. Politsiya chaqiriladi.